so'ng chapdan yuzini tortdim. Salom dadajon, onajon. Bugun jajji erkatoy qizingiz Gulruh institutni bitirdi. Shu fursatdan foydalanib, yuragimdagi tub-tubidan joy olgan so'zlarni sizlarga yo'llamoqchiman. Dadajon, onajon, sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlarsiz hayotimni tasavvur qila olmayman. Sizlar sababli shu darajagacha yetib keldim. Sizlarni yaxshi ko'raman. Borlaringizga shukr. Shu video orqali sizlarga shuni murojaat qilyapman. Ko'p ayta olmayman. Ich-ichimdan yaxshi ko'raman. Har doim yonimda bo'lganlaring uchun. Og'ir kunimda ham, yaxshi kunimda ham shu ota-onam turib berdilar. Ota-ona hech qachon farzandiga yomonlik tilamas ekan. Sizlarni xafa qilgan bo'lsam, dilingizga ozor bergan bo'lsam, farzandingizni kechiring. Dadajon, onajon, sizlarni yaxshi ko'raman. Qo'llaringizga shukr qilib ayta olmayman. Ich-ichimdan juda qattiq yaxshi ko'raman. Sizlarsiz menga hayot tatimaydi. Sizlar meni hayotimning mazmunisizlar. Otam-onam bor ekan, bu hayotda faqat xursand bo'ladi. Nima kelsa, yengaykanizda ota-onangiz bilan